Ushbu loyiha bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida Farg'ona viloyati Beshariq tumani Navkat mahalla fuqarolar yig'ini 218-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga 10 gektar maydonga makkajo'xori o'simligi ekilgan. Makkajo'xorini vakmak shirin makka navli makkajo'xori ekib yetishtirilmoqda. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Hozirgi ekinlar bo'lib chiqqan holati. Ekinlarni yetishtirish davri 120 kun davom etadi. Ushbu loyiha 10 gektar maydonda joylashgan bo'lib, 14 ta ijarasiga bo'lib berilgan. Har bir ijarasiga 71-72 sotixdan to'g'ri keladi. Va lider tadbirkor sifatida Beshariq Ziyosi kooperativi tanlab olingan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektarda 10 tonnadan shirin makka yig'ishtirib olish mo'ljallangan. Jami 100 tonna hosil qilish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonlarini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarida